Ro'timga kelma, tushundingmi? Yo'qol oldimdan. Andaqa mana bu shala nima edi? Mana bu fermerlar tushunmadim. Menga bu farqi yo'q, xo'pmi? Endi bu meniki. Opangni. Do'stlar, buni qaranglar, men boydan beri bu bilan talashib o'tiribman. Bu mani polizimga chiqib olib, mana bu o'zicha narsalarni yeyotibdi. Nima, internetga chiqarmoqchimisan? Yo'q, sen internet chiqarmoqchi emasman. Va do'stlar, bu muammo yetmagandek, mana bu yerda katta muammo turibdi. Nimaga bunday bo'lgan bilmadim hozircha. Mayli do'stlar, hozircha mana bu yerga ichkariga o'tirganim yaxshi. Bir yaxshi mana bu yerda sharoitchalar qilib o'tirgandim do'stlar. Mayli. Buni qaranglar bolalar, pullarni qaranglar, pullarni ko'ringlar bolalar. Va trenirovkachilarni ham boshlab o'rgamsa bo'lar shuni deydi. Okey, 1 2 3 4 короче bo'lib bilasizlar. Mana pechenye va do'stlar, trenirovkaga mana bunaqa gazirованный bo'lmaydi-yu deysizlar. Gazirованный bo'lmaydi-yu deysizlar, lekin men uchun bo'ladi, bilasizlar-yu bolalar. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va mening videoroligimga xush kelibsizlar. Yangi meni ko'rayotganlar. Bolalar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlar zerikmaysizlar. Maza qilib sizlarni zeriktirmay olib o'tiraman. Lekin do'stlar, buni qaranglar nima bo'lgan? Bu qishloq qayerga? Do'stlar, qaranglar, qishloq ham ko'payib qolgan, to'g'risini aytsam. Mana do'stlar, qishloqlar ko'payib qolgan. Lekin do'stlar, mana bu yerga qaranglar, mana bu yerni qaranglar. Xo'p, lekin do'stlar, bu yerga hozir men o'zim kira olmayman va men hozir qishloqni chaqiraman. Oq qishloqi, ajoyib u g'aroyib oq qishloqni chaqiraman bolalar. Okey, qishloqi. Xo'p do'stlar, qishloqi yo'q. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Qishloq yaxshimisan? Yaxshimisan? Qarada, mana bu yerda qishloq bo'lish kerak edi. Bilmadim, bu anchada meni ko'rmay qoldi. Nima deganing? Men o'tgan safar gaplashdim-ku. O'tgan safaring qanchaga bo'ldi? O'tgan safar adashmasam 3 kun oldin. O'sha gaplashganingdan beri yo'q. Nima tushunmadim? Nimaga sen menga aytmading? Men uni qidirardim. Nima, sen ko'rmayapsanmi? 3 kundan beri mana bu yer tushday turibdi. Qayer, mana bu yermi? Albatta, mana shu hovuz. Bo'ldi, boshimni ortmang. Xo'p, mayli. Kallangni qimirlataverma menga, xo'pmi? Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bu narsa paydo bo'lganidan beri oq qishloqi yo'q ekan do'stlar. Mayli do'stlar, merdan so'rab o'tirmaymiz. Mer ham hayron qolgandir. Mer hali e'tibor ham bergani yo'q, ishlar bilan bo'lgan. Do'stlar, unda to'xtanglar. Men kirishim kerak do'stlar. Eshik ham ochiq va bu yerni ham malol. Voy, o'g'ri qanadir yopishib qo'yganmi? Nima zanglab ketgan do'stlar? Buni qaranglar. Do'stlar, qiziq. Bu yerga tushish juda ham xavfli hozircha do'stlar. Men o'zimni narsalarim bilan tushganim yaxshi. Sani bu yerda umuman yo'q, boshqasi yo'q. Boyaki, lekin boyaki qishloqqa yomon asamga o'ynadi do'stlar, bilasizlar. Bu meni polizim do'stlar. Sizlar ham bilasizlar-yu. Okey do'stlar, mana bu narsa bilan kelganimiz yaxshi do'stlar. Voy, nimalar qilyapman do'stlar? Nimalar? Men zerikayapmanmi, nima bo'lyapti meni miyam? Okey do'stlar. Okey, yaxshi. Ana endi kirsak bo'ldi. Okey. Yaxshi. Asta tushamiz. Do'stlar, o'zi tushunmadim, qishloqlarning ovozimi? Yo'q. Bu nima edi? Qon do'stlar. Voy do'stlar. Voy, bu qanaqa narsa do'stlar? Voy, tushunmadim. Bu yerda nima bo'lgan? Bu yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa qanday skelet bo'lishi mumkin? Tushunmadim qonlarni. Boltalach taporli. Tushunmadim. Voy, ey do'stlar, вообще bo'lmaydi. Mayli do'stlar. Voy, kamera bola, kamerani ko'rmayapman. Kamera. Okey, bizga qaramagan payti sindirib olamiz. Okey. Do'stlar, sindirib bo'lmas ekan. Bo'lib bo'lmasa ko'rmaymiz. Voy do'stlar, qanaqa kameralar qo'yib tashlagan. Okey. Nega bitgan bu yerda? Kamera yo'qmi? Kamera ham bor do'stlar. Qamoqxona do'stlar, bu yer qamoqxona. Tushunmadim, bu yer nima edi? Okey. Bu qishloqi. Sen bu yerda nima qilyapsan?
Buni buzish kerak bolalar. Qanday qilib buzsam bo'larkan? Men bu bilan buzsam bo'larmikan? Voy do'stlar, tushunmadim, buni buzib bo'lmayapti. Ha, uy, ha, Qishloqi. Qishloqi. Bizani qutqar, shahis. Tushunmadim. Qishloqi. U qishloqi. Sen bizani qutqar, shahis. Qishloqi, sen bu yerdanmisan? Men sen qidirib yuribman. Mani bitta aqldan o'zga bitta odam. U mana shu yerda boqmoqda. Rosa. Voy, bu yerda tashqi kamera ham bor ekan. Do'stlar, e'tibor bermaganimni ko'rib qolishi ham mumkin. Do'stlar, bu qishloqgacha. Bu qishloq yaxshimisa? Ha, yaxshi. Shapkasini bosmas. Yo'q. Juda ham g'alati do'stlar. Do'stlar, buning ichida nima bor? Qishloqlar. Hozir do'stlar, men sizlarni qutqaraman. Okey do'stlar. Okey do'stlar, qaranglar, men sizlarga juda ham ajoyib fikr keldi menga. Men bu kameralarni qanday qilib yopish xayolimga keldi do'stlar. Ha do'stlar, birinchi o'rinda Zoroni olsam ekan. Yo'q, qishloqlar hali xavf ostida-yu do'stlar. Va dashtni nima buralashib qoldi do'stlar. Bunaqa qonlarni ko'rib shokdaman do'stlar, to'g'risi shok. Shunchaki shok do'stlar. Okey do'stlar, mana shu bilan to'g'ri keladi. Shahis baqlayapti. Mana bu yerga короче, просто men bu yerni buzyapman, qaytarib qo'yapman. Shu qanday kelib qopti bilmadingmi? Yo'q, shuni bilishga harakat qilyapman. Okey do'stlar, bunga bu qishloqlarga aytmagan yaxshi do'stlar. Chunki bu qishloqlar juda qo'sh. Bilasizlar-ku. Okey, qani? Okey do'stlar. O'z vobshidan bu kerak emas. Meni kallam ishlamaydi, bilasizlar. Okey. Yaxshi. Hop, endi bundan qo'rqmasam ham bo'ladi. Qishloqlar bemalol chiqishinglar mumkin. Biz qanday chiqamiz? Bemalol chiqaver, nimaga yig'laysan, menga tushunmadim. Oq qishloqqa sen chiqishing mumkin. Rahmat, shahis. Aha, mayli. Shoshmada, mana bu yerda mabodo bironta kishi turmaydimi? Ha, boyaki. Zo'rib ketgan odam turadi. Rostdan do'stlar. Okey, bularni ozod qilishga qildim. Lekin bularni do'stlar juda ham qiziq menga. Voy do'stlar. Voy og'irligini. Qiziq do'stlar. Yurdish. Nimaga bu qavat menimcha boyaki odam tutsa kerak. Davay. Yaxshi do'stlar. Bo'ldi do'stlar, kiramiz. 1 2 3. Sen. Sen kim bilding? Voy, bu boyaki-yu. Voy, sen aqldan ozgan. Sen meni qanday otishga hadding sig'di? Kechirasan. To'pponchani tashidim men. Yaxshi bo'lmasa bomba bilan portlatib yuboraman seni, bilasizmi? Nimalar deganing? Sen chiqolmaysan endi. Nimalar deyapsan? Axir mana bemalol chiqish mumkin. Sen orqa eshikdagi knopkani ko'rdingmi? Adashmasam ko'rdim menimcha. U yerda yo'q edi knopka. Endi chiqolmaysan, tez tasha. Yo'q, tashlamayman, tushunaymi? Mana senga. Voy do'stlar. Yaqinlashma. Menga boltang bor, tushundingmi? Yorib tashlayman. Voy, mana bularni. Nimani teginyapsan? Voy. Do'stlar. Mana yo'g'in yaxshi do'stlar. Okey. Ke bu yo'q. Yo'q, bo'ldi. Sana mana senga. Sen endi otishga majbur qilyapsan lekin meni. Do'stlar, bu qanaqa aqldan ozgan meni. Men qanday to'pponchamni tushirib qo'ydim? To'pponcham. Yo'q aka. Player. Tushunmadim. Voy sen. Tushunmadim, qayerga ketyapti bu? Qanday ko'rinish kelib olding? Meni qanday ko'rishing keldim? Voy do'stlar. Qochish kerak. Do'stlar, bu qaytib paydo bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Bu tuzoq ham bo'lishi mumkin do'stlar. Tuzoq. Okey. Menimcha ko'rdinglarmi do'stlar? Qaytib qoldi. Yana qochirib yubordim. Voy do'stlar. Ammo lekin mana bu pullari qoldi-yu, lekin qochib ketgani juda ham yomon bo'ldi-da. Bu nimaga bizani qishloqqa kelib? Do'stlar, menimcha do'stlar, men o'ylagan narsani o'yladinglar. Bu yerga tez aytish kerak bo'ldi.
Hoppa. Va do'stlar. Knopka bor-ku, meni qo'rqitganini allaganini. Va. So'qilib bemalol chiqaveringlar. Nima bo'ldi? Короче, o'sha qochib ketib qoldi. Yo'q, sada qanday qilib qochib ketishi mumkin? Sani ham qamab qolmadimi? Bilmadim, lekin qochib ketdi mendan. Voy, kravatda normal ekan. Va do'stlar, bunaqa narsalarni tez nima desam bo'ladi. Isbot dalil va okey. Va rasm tushirib olmadim-da. Voy, bitta rasm tushirib olmabman. Okey. Va bo'ldi, rasmga tushirib yubordim. Do'stlar, juda ham yomon bo'ldi. Qishloqlarni. Okey. Hop, merga tez aytmasam bo'lmaydi bunaqa narsalar bo'layotganini. Mer. Nima deysan? Normalniy bu. Mer, qarang, mana bu telefondagi rasmlarni ko'ring-da, mana bu hovuzning ichiga kiring. Nima hovuzning ichi chito'ra sovku? Siz olimlar mana bu hovuzni ko'ring. Siz tashqariga 3 kundan beri chiqmaganmisiz? To'g'risini aytsam, bir haftadan beri ish bilan bo'lib chiqqanim yo'q. Mer, mana ko'ring mana buni. Aka, qani nima ekan? Nimaga kerak? Galereyaga kiring, rasm tushirib olganman. Qolgan narsalarga kirmang. Okey. Va bu qo'l. Sen hazillashyapsanmi? Men bilan hazillashma, men ishim ko'p. Yo'q, men hazillashganim yo'q. Siz tezroq borib ko'ring. Ha, bo'ldi, tezroq borib ko'ramiz va bularni hammasini nima desa bo'ladi, bartaraf etamiz. Juda ham zo'r ish qilibsan va bu rasm tushirganingga. Mer. Mer, qarang, mana bunaqa pul topib oldim. Pullar bor ekan, bitta odam bor ekan uning ichida. Rosta. Davay pullarni ber. Mer, mayli, men pullarni olib oling, Mer. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Aha, bular hammasimi? Pullar hammasi. Bora ketaver. Okey. Mayli do'stlar. Hali mana bu pullar qolib ketganda lekin bilmaydi. Sen qishloqqa iltimos, sen mana bu ishimga aralashma. Nima deyapsan? Iltimos, mana bu mani polizimga umuman kelma, mana senga pul, mana pullarni olib, iltimos, faqat polizimga kelma. Nimalar deganing, axir bu polizlar menga tegishli. Hech qanday mana bu pulni oldi ket, de. Do'stlar, mayli do'stlar, juda ham charchadim bularning gapidan ham. Do'stlar. Aytingchi do'stlar, qarang, gul yetishtiryotgandim. Shunga men esimdan chiqdi, bunaqa muammolar bilan bo'lib. Pechenyedan mana bu narsalardan olgan yaxshi do'stlar. Yaxshi ham mana bu trenirovka qilganim zo'r asqotdi. Mana bu boltasi ham juda ham og'ir ekan boru. Zatto bitta tekin boltali bo'lib oldik va do'stlar, bu pullarni mer ko'rmasa kerak. Va bu mana bu narsalarni yashirib qo'yganimiz yaxshi do'stlar, o'zlaringiz bilasizlar. Tirikchilik do'stlar. Sizlarda ham shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin, lekin pullarni oila a'zolaringizdan yashirmanglar. Bu juda ham yomon hislar. Oila a'zolaringizga ko'rsatinglar va xursand qilinglar va yaxshi yo'ldan pul topinglar. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr. Videoim qiziq bo'ladigan umiddaman va adashib ketgan joylarim bo'lsa uzr so'raysizlar do'stlar. Chunki mana bu qonni ko'rib vashi shokdaman va men hozircha o'zimni bosib, вообще hozir ichki xotirjamlik